Ve ama akalar o rasa chekkaga ham kelolmanglar mana yergacha. Yo'q, davay bosing. Yuravering aka. Bemalol aka, ko'ngil xotirjam 70 kilogrammgacha yuk ko'taradi. Mana turibmiz o'zimiz. Yana bir 4 ta 5 ta odam chiqarib yuboring o'ziga o'xshaganda. Oybek chiqasanmi tepaga? Chiq. Bemalol chiqaradi aka, ko'ngil xotirjam. Buni qaranglar. Mana. Buni ustunlarni qayerga olib tashadilar? Ustunlari qani bu? Ustunlarni olib tashadi, bu ustunsiz turaveradi bu. Mana shu holatda. Valiga yuk puk tomlardan ko'taraverading. Ko'taradi, bemalol qor porlar ko'taraveradi, loy bosiladi mana shu yerga. Mana shu holatida. Mana shu turishiga loy bosiladi. Mana shu turishiga loy bosiladi aka. Uni qarang. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, biz hozir Asakadamiz. Sababi mana qaranglar, konteyner materiallaridan chiroyli qilib tomni yopib qo'yishdi. Buni hozir ko'rsatamiz, mustahkamligi boshqasini to'sindan foydalangan yaxshimi yoki konteyner materialdanmi? Bularni hozir batafsil ko'rsatib o'tamiz. Buni baquvvatligini ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik bo'lamiz. Voy, o, chiroyli qilib, ha, bu yog'ini. Qaranglar. Bu necha metr bo'lgan ekan buni uzunligi? Bu eniga 11.60. Bu fermamiz. 1.10 dan oraliq qo'yilgan. Bu uyni tomi bo'lgani uchun 1.10 dan qo'yiladi buni oralig'i. Kattaroq ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa 1.30, 1.40 dan qo'yiladi. Qani endi tepaga chiqib qolish keling. O, buni qaranglar, juda chiroyli chiqibdi. Aka, buni uzunligini necha dedi? Uzunligi 11.60 bo'ladi bunimiz. Bu endi klientda joyiga qarab turib, uydagisini joyiga qarab turib qilinaveradi. Bu uyimizning tomi. Bu fermalarimiz orasi har biri uy tomi bo'lgani hisobiga 1.10 dan tushiriladi. Kattaroq zdanyalar bo'ladigan bo'lsa, endi misol uchun 20 metrlik, 24 metr, 26 metrgacha bez ustun bemalol qo'yib beraveramiz. Mana shu materialdan, xudo xolasa. Shu o'zimizni voha tomonlarda, Samarqand, Qashqadaryoda ishlab kelyapmiz. Agar katta ob'yom bo'ladigan bo'lsa, 1.30, 1.40 qo'yiladi. Buni keyin reykalari bor. Reykalar ham shu materialdan bo'ladi. Reykalar har 60 sm, 70 sm ga to'qiladi. Qo'yib chiqiladi. Mana qarangda. Hozir bunga masalan uyga qilindi dedilaring. Bu hozir loy bosish uchun mo'ljallangan, ya'ni loy bossa bo'ladimi? Shu holatda loy bossa bo'ladi. 7 sm gacha bemalol loy bosilaveradi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa bemalol ko'taradi. Shu paytgacha mana shuncha joylar qilib keldik. Bemalol loy bosib, bemalol yashasa bo'laveradi. Bo'ldi, juda chiroyli. Qani, hurmatli obunachilar, buni hozir ko'rsatishimizdan maqsad endi qarang. Bunga kvadrati necha puldan bo'lyapti aka hozir? Endi kvadrati har xil chiqadi. Joyi kattaroq ob'yom bo'ladigan bo'lsa 180 ming, 190 ming. Klientni endi tanlashga qarab turib, misol uchun menga baquvvatroq bo'lsin deydigan bo'lsa 180 mingdan 250 ming, 300 minggacha chiqadi kvadrati. Misol uchun bu o'rtalari bunaqa korobkali holatda bo'lgan, jup holatda bo'lgan. Shunga qarab turib, katta kichik joyi qarab turib chiqarilaveradi. Endi qarang, endi biz yo'nalish asosan qurilish bo'lganligi uchun qurilish yo'nalishida ko'proq savol beraman, ayb qilib yurmaysiz. Qarang. Hozir bu yoqda demak, ana to'sinlar ham shart emas. To'sinlarning o'rniga to'sinlar shart emas. Mana shu juda yaxshi narsa bo'libdi. Bez ustun, hali ko'pchilik joylarda meni joyim egallanib qolyapti, makka ustun tushib qolyapti. Bu bo'lmaydi, nima qilsa bo'ladi deganlarga bu juda ham qulay holatda. 26 metrgacha bemalol bez ustun tashaverasiz. 26 metr tushaveradi, keyin ham joydan ham yutadi. Pastda sahnalari, boshqa joylar katta bo'ladi. Endi buni qarang, materiallari demak 100% o'zlaringdan. 100% material o'zimizdan. Olib borib, yo'l kirasi, ustalari, elektrod, bargatosh hamma o'zimizdan, faqat uydagisi joy bilan tok beradi. Qolgan hamma narsa o'zimizdan. Pulini berishadi. Pulini beradi, bo'ldi. Xudo xohlasa. Shu xolos. Mana qaranglar, hurmatli obunachilar, kamerani o'zimga qaratib olay, operatorim ham yo'q. Buni yana bitta ustunlik jihatlari, mana bu yoqqa ortiqcha to'sin olib kel, yana ortiqcha yugur-yugurlar bo'lmas ekan. Asosiysi o'sha kelishilgan holda qanaqa materialdan foydalanishingizga qarab turib, o'sha kvadrat metri uchun o'sha kelishilgan summa pulni beriladi, shu kelishilgan bo'ldi, tamom, qolganiga siz yugur-yugur qilib ortiqcha bosh qotirib o'tirmaysiz. Mana uyni korobkasini shunday ko'tarib qo'ydingizmi, tom yopishga kelganda, xudo xolasa mana ustakalarga aloqaga chiqsalaring. Daraxtlarda salqingina choy ichib, ustalar tomosha qilib kuzatib o'tiraverasiz. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. O'zbekiston bo'ylab, Liboy viloyatlarida ishni qilaveramiz. Qirg'iziston bo'lsa, Qirg'izistonga o'tiraveramiz, Qozog'istonlarda ham bemalol aloqa qilsa bo'ladi. Inshaalloh. Qarang, hozir bular necha kvadrat metri necha puldan necha pulgacha? Kvadrat metri 170 mingdan boshlanib 250 ming, 300 minggacha chiqadi. To'xtang, mana bu narsa hozir meni e'tiborimni tortib qoldi. Endi pastga endi qaraganimga o'n qarang. Hozir bu yoqda o'sha pollik nimani o'rniga emas, polni o'rniga. Polni o'rniga shiviller tashalgan. O'sha shiviller lagalarning o'rniga. Lagalarning o'rniga shiviller tashalgan. Shu shiviller tashalgan. Bunaqa variantlari ham bor ekan. Bunaqa varianti ham bor. Shivillerdan ham qilinadi. Shivillar ham o'zimiz mahsulotdan, o'sha konteyner mahsulotdan chiqadi.
Xudo xohlasa. Qarang, keling, mana shuni ham bitta mustahkamligini tekshirib yuboraylik. Tekshirib beramiz. Bo'ldi hozir. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana biz hozir pastki qavatimizga tushib keldik. Bu yoqda sababi aytdik-a, lagalarning o'rniga mana shunday konteyner materiallardan foydalanib, mana lagani o'rniga umuman qimirlamas ekan. Uni qarang. Shivillari. Konteynerning shivillari. Konteyner shivillari tagidan chiqadi, polidan chiqadi. Bu har bir donasi 230 dan bo'ladi. 230 dan bo'ladi. O 230 karobka holatda ham to'qiladi. Misol uchun ustunga ham ishlasa bo'ladi buni. Bemalol og'ir yukni bemalol ko'taraveradi mana. Bemalol qarang, bittasi o'zi bittani o'zi. Buni ko'rsatishimizdan maqsad haligi boyagi ba'zi joylarga borib bo'lsak, haligi pollik lagalarni juda nozigidan qo'yib qo'yishgan bo'lishadi-da. Haligi lagalar juda likillab turadi-da, ana shu odamga juda bir yoqimsiz narsaligi uchun odamni uyda egalarining o'zlariga ham ko'ngilliga bo'lmaydi-da. Ana shuning uchun mana qaranglar, bu ham bitta qulaylik, bir o'ylab ko'raveradigan variantlaridan ekanda. Buni ko'p joylarda qildik, ko'p odam anaqa klientlarimiz uyga qilib berdi, lekin yaxshi holatda, chiroyli holatda turibdi. Endi mana qarang, xudo xolasa oxirgi savolimiz deb o'ylaymiz. Xo'p, bunga masalan patolog qilinadigan bo'lgan taqdirda, endi savol bo'lib qolishi mumkin oldindan. Hop, patolog qilinadigan bo'lsak, muammo bo'lmaydi. Yo'q, muammo bo'lmaydi. Chunki agar g'ishtni urgan, devorni urgan ustalar yaxshi urgan bo'lsa, eko tomoni ham teng chiqadi. Bizning fermalarimiz tagi hammasi bir xil liniyada chiqadi. Ip tortilib, hamma tomoniga ip tortiladi, to'slar, to'xsallar chiqarilib, chiroyli holatda qilinadi. Bu firma bitta firmani yerda yasaymiz, qolipini shu qalb bo'yicha chiqadi. Shu 20 ta firma desa, 20 ta firma yasaladi. Ertadan keyin reka tortman, boshqa tortman bemalol patolog qilsa bo'laveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi, qiyinchilik bo'lmaydi. Xo'p, qaranglar, omad juda chiroyli chiqqan ekan. Agar mobodo o'sha konteyner materiallardan foydalanib, ayda-bayda ko'rgan bo'lib, sizlar ham havas qilgan bo'lsalaring, qidirib yurgan bo'lsalaring, mana ustaga andijonlik ustagalarimizni xizmatlarini tavsiya qilamiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi usta, yana bitta savol. Sizlar mana shunaqa xizmatlarni faqat uylarga qilib berasizlarmi yoki? Yo'q, katta-katta zdaniyalar, stadion, misol uchun xolodilnik qildirmoqchi bo'ladi, birortasi kattaroq menga dedi, kattaroq zdaniya kerak bo'lsa, 26 metrli ferma ham tashlab beraman. O'rtada ustun yo'q, bemalol mini stadionlar, hamma xizmatlarimiz mavjud. Misol uchun bitta bu tomonimas, hali boshqa har xil high-tech usulda yopilish kerak bo'lib qolgan tomlar ham bor-da. Shularni ham yopib beraman. Shestigranli tomlar bor, erkirli tomlar bor. Shularni hammasini bemalol o'zimiz borib yopib kelamiz. Mana do'stlar, navbatdagi inshootimizga yetib keldik. Bu yoqda metallar ko'pligini hisobga olganda, aka, bu yer nima bo'lyapti hozir? Bu yer molxona bo'lyapti. Zdaniyamiz bu yerga tushyapti. Bu tomonga tushyapti zdaniyamiz. Bularimiz 5,5 metrdan. Bularimiz uzunligi, bularimiz 12,90 dan. Bu xorligimiz har 5 metr, 6 metrga ustun tushadi. Baquvvatligi ham yaxshi, mana bemalol ko'tarib, yana qilib ko'rsa bo'laveradi. Mana shu holatda ular bekazdan tushadi. Har xil bundan katta o'lchamdagi narez, boshqa uyni tomlari, stadion, katta-katta zdaniyalar bemalol qilinaveradi aka. Mana shu materialdan qiladi hammasi. Xudo xohlasa, bu yog'iga endi qish yaqin, qishda yog'ingarchiliklar bo'ladi. Mana shunda har qanday o'sha biznes turingiz bo'lsa, aytaylik ochiq inshootlaringiz bo'lsa, tepasini yopishga xudo xohlasa mana akalarga telefon aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh. Bo'ldi, qayerlargacha borib xizmat ko'rsatib bera olasizlar? Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab, hamma viloyatlarda bor. Bu yoq Qoraqalpog'istongacha boramiz. Qirg'iziston, Qozog'iston bu yog'i. Qirg'izistonda ham ishlab o'tganmiz. Qo'shni davlatlarga, qo'shni davlatlar, Jallovotda ishlaganmiz, O'shda ishlaganmiz. Hamma viloyatlarda xudo xolasa shu nomerlarimiz orqali aloqaga chiqib, bizga telefon qilsa, biz boramiz, joyini o'lchaymiz, kvadratni chiqaramiz, materiallar tushuntiramiz, shunga qarab turib dogovor qilinadi. Xudo xolasa. Hop, bu yoqda nima ishlar bo'lyapti hozir aka? Bu yoqda zakatobga bo'layotgan holati. Mana hozir bu yog'ini ham ko'rsatamiz. Mana bu bizi materialimiz mana shu holatda zigzag qilib to'qiladi. Har 20 sm, 30 sm-ga bemalol to'qiladi. Mana bemalol chiqib ko'rsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa zakonning holatda, chiroyli. Bunaqasiga har bitta joyga 1.30 joyga sti tushadi. Misol uchun har 1.30 dan sti tushib, mana bunaqasiga svyaska bo'lib ulanadi. Bu svyaska buni ulanishining sababi ertadan keyin misol uchun 3 ming ulab qo'ysa ham bo'ladi, lekin ular katta qor yog'adigan bo'lsa, ular sinib tashlab yuboradi. Bu bir-biriga svyaska bo'lish hisobiga bu ancha-muncha katta yuklarni bemalol ko'taradi. 1 kilosi 1 kilogramm, 1 metri 70 kilogramm yukni bemalol ko'tariladi. 1 metr o'zi, uni qarang. Yana bitta narsasi,
Bu mana tayyorlanib kelinar ekan. Bu yerda tayyorlanmaydi, shu yerda tayyorlanadi. Shu yerda tayyorlanadi. Mana material bu holatda keladi. Aha. Mana hozir buni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aha. Mana bu materialimiz keladi bu yerga. Aha. Sexdan chiqarilib. Hop. Buni stenasi 1.7, 1.8, 1.9 bo'ladi. 2.60, 2.30 dan bo'ladi mana. Bemalol egilib ketmaydi, ko'taradi odamni. Xudo xohlasa. Baquvvat bo'ladi. Bo'ldi, ana endi Xudo xohlasa, haligi naves qilish yo'li, oson yo'li topildi, Xudo xohlasa. Bo'ldi, agar mobodo mana shunday xizmat turlari kimga kerak bo'lsa, akamizga aloqaga chiqarasizlar aka. Sog' bo'ling, ishlarga omad, salomat. Charchamanglar, sizlarga ham rahmat. Salomat bo'lasizlar.